Assalomu alaykum. 17 yil tajribaga ega Zilola Daniyarovna sizlarga rahit kasalligi bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Rahit kasalligi asosan D yetishmasligi natijasida yuzaga keladi. Rahit kasalligida nima o'zgarishlar bo'ladi? Bolada gavdaga nisbatan boshi katta ko'rinishda, peshanalari tashqariga turtib chiqqan holatda, qovurg'alari tashqariga turtib chiqqan holatda, hattoki tizza bo'g'imlarida, ya'ni oyoq qismida varusni yoki valgusni deformatsiya bo'ladi. Ya'ni X obrazli yoki O obrazli ko'rinishida bo'ladi. Bu bolalarimizga D vitaminini normalashtirish maqsadida har xil dori vositalaridan foydalansak bo'ladi. Ya'ni tabiiy yo'llarda bu quyosh nurida D vitamini bor, balu yog'larida D vitaminlari bor. Bularni agar vaqtida bermasak, bolada deformatsiya paydo bo'ladi, ya'ni bo'g'imlariga ta'sir qilishi mumkin, hattoki eslab qolish qobiliyatiga ham ta'sir ko'rsatadi D vitamin yetishmasligi natijasida. Farzandlarimizga D vitaminini o'z vaqtida berishimiz kerak. Agar vaqtida davolanmasak, keyinchalik qariganimizda Alsgeymer kasalligi ham yuzaga kelishi mumkin. Bu bemorlarimizga D vitaminini ertalab 9 gacha berib bo'lgan holatda bo'lishimiz kerak. Agarda siz ham farzandingizda shunday muammolarni kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz asosan shunaqa muammoli bemorlar bilan ishlaymiz.